Tixin va podshoh nega bir-biriga bunchalik o'xshaydi? Bu ikkalasi aslida bitta odammi? Shahzoda va bo'ri multfilmining 3-qismida shunday sahna mavjud. Unda ushbu personaj kiyimini ochib, qahramonlarga o'z tatuirovkasini ko'rsatadi. U yerda esa Uch bahodir multfilmining 1-qismidagi voqealar va personajlarning bir nechtasi tasvirlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, ikkala multfilmning voqealari bitta olamda bo'lib o'tmoqda, faqat har xil vaqtda. Tixinga keladigan bo'lsak, uning yuz tuzilishi, ko'z, burun va soqollari Shohnikiga 99% o'xshash. Faqatgina animatsiyada biroz farq qilishi mumkin. Shohdan farqli o'laroq Tixin juda aqlli odam. Aynan uning yordami bilan bahodirlar karta o'ynaydigan daraxtni yutishga muvaffaq bo'lishdi. Shuningdek, u knyazni ham qutqarib qolgan va faxriy yorliq bilan taqdirlangan. Podshoh esa Tixin kabi aqlli emas. Uni xumkalla desak ham bo'ladi. Xumkalla? Kim xumkalla? Sen. Nima? To'liq videoni Fantastic.uz YouTube kanalidan tomosha qiling.